Assalomu alaykum hurmatli YouTube podpисчикimiz a'zolari и Faton brendining ashaddiy klientlari. Mana biz hozir skladdamiz. Bizning skladda hozir Faton Aomat 5 tonnali yuk mashinamizni izotermik variant, izotermik kuzovligi. Bu yoqda hamma so'ragan Faton Aomat B. Bular 10 tonnali bo'ladi aka. Mana yonidagi kattasi, xullas xil turibdi bizada. Ularni ham ko'rishingiz mumkin. Furachi akalarimizga tashlab qo'ysanglar, buni prям mazza qilib minishadi. Sababi Isuzu bilan birga bir ishlangan. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bizning mashinalarimiz Faton brendidagi mashinalar Isuzu zavodda yig'iladi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yong'indan xavfli, bu benzin, yoqilg'i tashuvchi Aomat mashinasi ham 5 tonnali Aomat mashinasiga tegishli, ko'rib turibsizlar. Avtobuslarimiz bu yerda ko'rib turganinglardek Trackmate bir yakka balonli mashinamizni double kabinaligi. Buni hozir ko'rsataman sizlarga. Bu mashinamizni ramaga emas, kuzovga yig'ilgan bo'ladi. Yakka balon. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yoqda Aomat mashinasi. Mana kelib. Bizda Musaravoz tayyor variantlari ham bor. Hozir sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Mana akalar, Musaravoz Aomat Faton brendiga tegishli. Bu hammasi katta 5 tonnali yuk mashinalarimiz. Prom avtoga tegishli. Bilasizlar, Isuzuda Musaravoz hamma anaqalari Prom avto qilib beradi. Mana bu yoqda birga bir akalar. Ko'rib turganinglardek rama balon ideal holatda. Motoriga keladigan bo'lsak, buni motori 308 litrli Cummins brendiga tegishli motor hisoblanadi. Mana ko'rib turibsizlar. Musaravoz. Mana dizayni. Buni dizaynini qaranglar, umuman boshqacha vibe beradi odamga. Bu yerda Trackmate double kabina yuk mashinamizni qo'sh balonli varianti. Bular akalar kuzovga emas, ramaga yig'ilgan bo'ladi. Bak hajmi 50 litr bo'ladi. Bak hajmi bularni. Mana. Sizlar akalar tayyor koronaligi bor bularni. Bular metal kuzov, Aomat yuk mashinasi metal kuzovligi. Yoqilg'i sarfi bularniki dizel solyarka bo'ladi, 14 deydi. Mana hozir xolodilniki ham bor. Xolodilnikni sizlarga ko'rsataman. Mana Aomat Faton Aomat mashinasini xolodilnik varianti bu. Mana yangi modellarimiz ham chiqqan, ko'rib turibsizlar. Bu Fatondan Tulan Pickup G7. Rangini qaranglar akalar. Prям просто wow turibdi rangi.